Siz ko'rib turgan mana shu qo'limdagi ushbu kitob Adem Guneshning Jazosiz tarbiya kitobi bo'lib, bu kitobda asosan bola tarbiyasiga oid masalalarga katta e'tibor qaratilgan. Bolaga jazo bilan tarbiyalash aslida jazo qadrsizlikning eng yuqori darajasi. Bolaga mehr-muhabbat bilan, e'tibor bilan yaxshi munosabatda bo'lsa, kelajakda yaxshi inson sifatida kamolatga yetadi. Aslida insonlar noto'g'ri qilishadi. Masalan, bolaga qattiqqo'llik bilan munosabatda bo'lishadi. Qaysidir xatoni qilsa, tezda urishadi yoki ovqatni dasturxonga qo'yishganda birinchi qo'l uzatsa urishadi. Aslida bu noto'g'ri. Yaxshi tushuntirish kerak bolaga. Masalan, ota-ona avval bolani tarbiyalashdan oldin o'zlarini isloh qilishlari kerak. Bolani oldida qo'pol so'zlarni aytmasliklari kerak. Aslida ota-onalarning eng katta xatosi bolaga jazo bilan tarbiya berish. Aslida ko'pchilik ota-onalar buni to'g'ri yo'l deb bilishadi, chunki o'zlari ham yoshligida ota-onasi tomonidan ko'p tazyiqlarga uchrashgan. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, bolani jazosiz tarbiya qilish kerak. So'kmasdan, mehr-muhabbat bilan, yaxshi so'z bilan tushuntirsa, har qanday bola ham tushunadi. Mana shu ushbu kitobda bolani tarbiya qilish uchun ota-onalarga ko'p maslahatlar berilgan. Bu kitobning ikkinchi qismi ham bor. Kitobni Oltiariq tumanidagi Axborot kutubxona markazidan olishingiz mumkin.